qarzga botib qoldingizmi? Qarzimni to'lolmayapman deb menga insonlar yozadi. Qarzingizdan qutulishingiz uchun chiroyli bir, go'zal bir duoni aytaman hozir. Duoni oxirigacha ko'rsangiz, ma'nosi ham bor. Ma'nosini ham albatta o'qing. Qo'lingizga bir tasbih olasiz, tahoratli holatda Allohimga oson deb, bismillah deb shu duoni o'qishni boshlaysiz. Ertalab, kechqurun xohlagan paytingizda o'qing. Xohlaganingizcha o'qing. 21 marta o'qing, 71 marta o'qing, 41 marta o'qing, 111 marta o'qing. Qaysi biri sizga udobni bo'lsa, bir marta o'qisangiz ham ixlos bilan o'qing. Inshaalloh Allohimga oson. Tez orada qarzingizdan qutulasiz. Duoning ma'nolarini ham o'qisangiz, albatta qalbingiz taskin topadi. Bu dunyoda iloji yo'q degan narsani o'zi yo'q. Hamma narsani iloji bor. Faqat ixlos qilsangiz.